Azizlar, xabaringlar bor. Biz gemangiomalarni ko'pincha konservativ yo'l bilan davolaymiz. Kamdan kam holatlarda operatsiya davo muolajasini o'tkazamiz. Biz hozir Sanpey klinikasidamiz. Ushbu bemorimizni gemangiomani operativ davolashga majburmiz. Sababi ko'rishingiz mumkin. Shu bemorimizda juda ham katta gemangioma mavjud bo'lib, bu bemorimiz 7 oylik chaqaloq va bunga hech qanday konservativ davo yordam bermaydi va shu sababdan biz operativ yo'l bilan davolashga majburmiz. Bu gemangiomamizning hajmi uzunligiga 14 cm ga yaqin, eniga 8 cm ga yaqin deyarli. Juda ham katta bu bemorimizning yoshiga nisbatan va hozir shu bemorimizni operatsiya yo'li bilan davolashga harakat qilib ko'ramiz. Azizlar, operatsiyamizni yakunladik. Natijani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu bemorimizni gemangiomani butkul bartaraf etdik. Va qolaversa operatsiyamiz juda ham yaxshi chiqdi. Qo'l ishlashlari hammasi saqlangan, muskullari hammasi joyida.